Assalomu alaykum, muhtaram haj ziyoratchilari. Bu yilgi haj ibodatingiz yanada qulay va tartibli bo'lishi uchun sizga 4 ta muhim maslahatim bor. Birinchi maslahat: Nusuk ilovasini yuklab oling va undan ro'yxatdan o'ting. Ushbu ilova sizning rejalaringizni tartibga soladi va bor diqqatingizni faqat ibodatga qaratishingizga yordam beradi. Ikkinchi maslahat: Nusuk kartasini qabul qilib oling va uni darhol guruhingiz yoki haj tashkilotingiz orqali faollashtiring. Ushbu kartani doimo o'zingiz bilan olib yuring. Usiz muqaddas qadamjolar, ya'ni mashoir hubudiga kira olmaysiz. Uchinchi maslahat: Agar kartangiz yo'qolsa yoki uni yetkazib berish kechiksa, aslo xavotir olmang. Darhol 1966 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Ushbu aloqa markazi sizga xizmat ko'rsatish uchun 24 soat davomida 11 ta tilda faoliyat yuritadi. To'rtinchi maslahat: Mabodo, Alloh asrasin, yo'ldan adashib qolsangiz, nusuk kartangizni yo'qotsangiz yoki har qanday yordamga muhtoj bo'lsangiz, atrofingizdagi istalgan joyda nusuk care markazlarini topishingiz mumkin. Alloh ibodatlaringizni oson qilsin va dargohida qabul aylasin.